Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana video qo'yapmiz. Ishlatilgan mebellar, obuna bo'lsanglar shunaqangi заводской stenkalar, bunaqangi Rumiyada ishlab chiqarilgan, bunaqangi Ispaniya garniturlar mana tiniq holatda high-tech fasonda narxlarni juda arzon qo'yib beramiz. Shu videoga bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatla tursalar bo'ldi. Shunaqangi yaqinlar tanish yaqinlar yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan tashqari divan kreslolar bor, uyaloylar bor, ko'hinliklar bor. Videoda oxirigacha ko'rsang hammasini bir-bir tashlab o'tamiz. Xo'p. Asli oshli. Ispaniya garniturdan boshlaymiz. Tiniq holatda yangi turibdi. Ispaniya matraslari ham yaxshisidan qo'yilgan ekan, 2 qavatli, 2 tomonlama o'g'dona matras yaxshisidan qo'yilgan, ideal holatda. Xo'p, davodchi shanderda polnisi mana. Davodchi shander, komplekt 2 ta tumba. Bitta Ispaniyasi bor. O'zlaringni masalan telefon qutisiga o'zlaring YouTube kanallaringdan oldim masalan ichcha kompyuterni qilib beramiz. Savdo bo'lgan yo'q, oynali joyi mana, ishilgan joyi. O'tgan safargi videodan ko'rayotganlar hamma sotilib ketdi. Pashin mebellarimiz yangi video qo'yapmiz mana, trimolari. Juda ham chiroyli ishlangan, tortmali, oynasi ham tiniq holatda. Polniy davodchi shanderda mana. Narxini aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, narxi 4.300.000 so'm, dastlabkisi vodiy uchun mutlaqo bepul. 2 ta tumba, spanni, trimo, shkafka. Shkaflar 2 kishi alohida 2 kishilik 4.300.000 so'm, dastlabkilar vodiy uchun mutlaqo bepul. Bemalol aloqa qilib zakaz qilaveringlar. Shopir borganda pulni berasizlar. Iymatda sondiqjonimiz. Komplekt 2 ta kamotchasi bor. Kamot sondiqlari bor. Narxi 1.400.000 so'm, dastlabkilar vodiy uchun mutlaqo bepul. Bemalol zakaz qilaveringlar. Oldlari MDFdan mana. Arzon bo'lsa bidalak vosiyating. Yangilari 2.800.000 turadi. Ular dastlabkasi yo'q. Biz vodiy ichi dastlabkasini bepul qilib berganmiz. Yana ko'hin stenkamiz, Rige nomi. Tiniq, hamma yo'q radniy holatda. Ruschalari ham taxta yog'ochdan ishlangan. Ashi ideal turibdi, qaranglar. Ashi chiroyli narsa bor. Ruschalari ham yog'ochdan. Eni ham 60 sm ichlari mana. Tepalari ham antrsolar adin ajraydi. Materiallar polirovenli. Bar joylari mana. Xo'p. Shvaneri. Shvaneri ham 2 ta eshik, ichida oynasi bor mana. Narsa qo'ygan joylari bor mana, 3 ta. Eshiklar temirdan. Xo'p, buni narxi 2.900.000 so'm, dastlabkisi vodiy uchun mutlaqo bepul hammasiga mana. Bemalol borganda shopir pulni beraverasizlar. 2.900.000 dastlabkisi vodiy uchun bepul. Rossiyskiy shvanerimiz, bir tomoni polka, bir tomoni ishilka bo'ladi. Ideal holati. Bag'ishliga joyi. Oyna joyi. Bu narxi 850.000 so'm. Xo'p, Ruminiyada ishlab chiqarilgan tiniq holati. Materiallar yog'och. Buni narxi 900.000 so'm. Bu narxi 900.000 so'm. Servant juda chiroyli ishlangan, addini bo'ladi. Bu narxi 1.300.000 so'm, dastlabkisi vodiy ichi bepul. Oynalari ham yaxshisidan. Qalin oyna. 1.300.000 so'm, dastlabkilar vodiy ichi mutlaqo bepul. Jupiga. Bittasi emas, ikkitasiga. Trimoyimiz bor. Trimoda narxi 400.000 so'm atiga. 400.000 so'm. Stollarimiz bor 200.000 so'mdan. Stenka Ruminiyada ishlab chiqarilgan, bu ham tiniq holati. Polka joylari, eshikli joy. Aynalari ham yaxshi holatda. Ichlari ham katta ishlangan, tiniq saslanasi. Tortmalari. Bular buzilmaydi, o'zlaringiz bilasizlar, ochib yopilsa, buzilmaydi, yoni ichlari tiniq holatda. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 2.600.000 so'm, dastlabkisi vodiy ichi mutlaqo bepul. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta narsa. Ruminiyada ishlab chiqarilgan zo'r holati. Mana bu yangi stenkamiz, bu ham Ruminiyada ishlab chiqarilgan ideal holat. Bunaqa polirovkasini qarang, tiniqligini. Bu yana ham arsalaring, yana ham yaltiraydi bu narsa. Hamma yo'g'i polirovka bo'ladi. 2 ta bir xilda, bashi 2 ta bir xilda, bemalol xasroq zakaz qilaverasizlar. Bu shkaf joyi mana. Vishilga joylari ham taxtasi bor, qo'yib beramiz uni. Taxta joylari mana ichlari. Oshimoshlar, e'tibor bersam, bunaqa radniy holatda, zavasi o'ziniki.
Polka joylari. Bar joyi. Tortmalarning bitta ko'ringlar, uni choptalayini. O'zini bitta baho beriladi. Palyachi. Kami shu ustiga 40 yil ishlagan hurmatli obunachilar. Ovqatdan necha yil chiqqanligi ham turibdi. Holati ham taniq turibdi. Narxi buni 2.600 ming so'm, dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul. Bemalol zakaz qilaveringlar. Biz bu narsalarni anchadan beri sotib kelyapmiz. O'zimiz YouTube kanalimizni ochganmiz. Bemalol zakaz qilsalaring. Qaysi mebel yoqsa telefon qilasizlar. Zakaz tashlab berasizlar. Bo'l chopirib borgan pulini berasizlar. Mebelni ko'rib olib. Stenkani qarang, chiroyli. 2.600 ming so'm ikkita stenkamiz. Hop, ba'da stenkamiz 2.900 ming qo'ydik bu. Riga deydi, zavodskiy stenka, eni 60 sm. Hop, divanka slowlar mana. Divanka slowlar bir-biridan zo'r mana. Materiallar mo'shi materialda zo'r holatda mana. Egalarning aytishi bo'yicha shu divanka slowimizni 6 millionga olishgan ekan. 6 millionga olishgan ekan. Fabrichniy mebel ekan. O'zlari bitta ko'ringlar, hurmatli obunachilar, Idecho firmada chiqqan ekan. Materiallari mo'shi materialda juda ham chiroyli chiqqan ekan. Hop, bunday spanli bo'ladi. Yarim holatda turadi. Bemalol zakaz qilaveringlar mana. Ne tushadi? Spanli holatda. Divani ham shunaqa spanli bo'ladi. Nari kesilsa ham shunaqa spanli bo'ladi. Keyin hammasi mana shu yarim holatda ham turadi, hurmatli obunachilar. Mana yarim holatda. Yana ham tikalashadi bu. Kesillo holati. Divani ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, buni tiniqli kam ishlagan sababi tugmalar bir ko'rib turibsizlar, borti chiqib turibdi. O'tirsa bular tappa bo'lib qoladi, ko'ring. Tiniq turibdi, yangidek. Narxi buni 3.200 ming so'm, dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul divanka sloyimizga. Bu shunaqangi yaxshi ishlangan hurmatli obunachilar, borganda o'zlaringiz ko'rib olasizlar mana. Taniq. Bunga bonus qilib bunaqangi ayn profilda bo'lgan jundani qo'shib beraman temirdan. Bu bonus, buni addenni olishgan ekan. Zakaz qilib adden yasatishgan ekan. Buniki bas. Buni 6 millionga olishgan, addenni olishgan ekan. Sizlar uchun YouTubedan chiqib obunachilar uchun buni narxi 3.200 ming so'm, dastlabkilari bilan vodiy uchun mutlaqo bepul jurnalist bonus sifatida. Video bitta like bosib keting. Shunaqa arzon mebel o'qish davom etamiz. Xo'p, kreslo kravat 2 metr ochiladi. Materiallar mo'shi materialda. Buni narxi 2.300 ming so'm jupiya. 2 metr spanli yashiriladi mo'shi materialda. Xo'p, divanimiz bor. Rossiyskiy demo spanli holati. Bu yana divan holati ham qaytadi. Bitta qo'lim telefon bog'lovchi ko'rsatalaymi? Bu narx 650 ming so'm. Prujnali rossiyskiy narxi ham juda arzon. Uyaloyimiz Toshkentning fabrichniy uyaloyi. Materiallar 100% sasna bo'ladi. Materiallar hamma yo'q radniy holatda turibdi. Qanot chiqqan bo'lsa, ichidan bitta ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Bu sondiq joyi. Prujnali bo'ladi. Bu spanli bo'lishini bitta ko'rsatmaslik bo'lmaydi. Bitta qo'lda ishlasangiz ham bo'laveradi. Bitta qo'lda chaqiyini. Spanli holati, hurmatli obunachilar. Uzuni 2 metrdan oshiq, uzuni ham 2,5 yaqin, eni ham 50 bo'ladi. Narxi 2.200 ming so'm, dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul shamplashdi. Bemalol zakaz qilaverlar. Bu bir martalik narsa bas. Material oqarmagan, quyosh tushib turibdi. Keyinchalik materialni mo'shi material qilaman, yangi material qilaman sizlarni bemalol bo'laveradi. Ichlari 100% sasna. Teray bas. 2.200 ming so'm dastlabkilari bilan. Uyaloyimiz egalar aytishib shu uyaloy 9 millionga zakaz qilib sotishgan ekan. Juda ham uzun uyaloy mana. Polnisi mana bunaqa zamoyda. Mana, hurmatli obunachilar, taniq holat. Masalan, podushchasi chir bo'lsa, bitta yuvsalaring, kir mashinaga solib, yana yangi deb qolaveradi. Ichlari ham taxtalar juda baquvvat ishlangan. Ichlari mana ideal turibdi, qarang. Qalinligi faqat zakaz ishi shunaqangi qalin qo'yiladi, hurmatli obunachilar. Bu sizlar uchun juda arzon qo'yib beramiz. Mana. Burchani ishlatishmagan ekan. Masalan, joylaring mas'ul adden ishlatsangiz bo'laveradi. Burcha joyi, mana yana burcha joyi. Bu narxi 2.600 ming so'm, dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul, hurmatli obunachilar. Toshkentning fabrichniy shu tiniq uyaloyi mana 2.600 ming so'matiga dastlabkilari bilan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, kuxunniyimiz razmeri 2.40, bo'yi 2 metr bo'ladi. Materiallarni ko'ringlar, akril. Juda ham chiroyli ishlangan. Akril holati. Davotchi shannerda. Bu narxi 2.200 ming so'm, Farg'ona Marg'ilon shahar ichida dastlabkilar mutlaqo bepul. Borganda shobini pulini beraverasizlar. Yangi ishlamagan 2.40 bo'yi 2 metrlik kuxunniyimiz 1 metrni pulga beramiz. Xo'p,
Kuxunli razmeri 2,5 metr, bo'yi 220 bo'ladi. Полный mexanizmlar davotchi shanlarda. Bu hali xoladenniy deydi, o'shdan xoladenniy joyi, hali suv qo'ygan joyi, moyka bor, kompleksda. Sushilka bor. Haliga diod svetlari bor. Bu narxi 3,6 million so'm hurmatli obunachilar. Ikkita bir xilda bor. Kimga qanaqasi ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Полный davotchi shanlarda bo'ladi, anchlari mana. 3,6 million so'm shahar ichida dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Stol stulimiz bu. 4 tali, materiallar yog'och, tepalari ham haqiqiy original koja bo'ladi. Zavodskiy rossiyskiy mebel, Polshada ishlab chiqarilgan. Stolning tepasidan polirovniy, narxi 450 ming so'm. 450 ming so'm. Divanimiz bu, material mo'yishi materialda Rossiyada pastalik ko'rsatgan divanimizni yangi material qoplab qo'yilgan, sondig'ili taxtalari Ispaniya holati. Bu narxi 1,5 million so'm, dastlabkilar vodiychi mutlaqo bepul. Mana shu divanni o'ziga mana bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, divan Toshkentda ishlab chiqarilgan Toshkentda original fabrichniy divan. Sondiq divan Ispaniya. Bu narxi 850 ming so'm atiga. Bu material yangi qoplanganligi uchun narxi qimmat chiqqan. Bu radniy material uchun narxi 850 ming so'm. Xo'p, divan Belarusda ishlab chiqarilgan 2 metr Ispaniya bo'ladi, 2 kishilik. Narxi 850 ming. 5 metrlik Germansi Monika degan stenka. Hurmatli obunachilar, joylariga moslab adden ishlasalar bo'laveradi. Bitta uylarni bemalol to'ldiradigan zo'r narsa. Xulkatlari ishlaydi. Shkaf, servant, 4 ta servant, 5 metr. Narxi 2,6 million so'm, dastlabkisi mutlaqo vodiychi bepul. Shobir borganda pulni beraverasizlar. Bemalol Andijon, Namangan, Qo'qon zo'r sotilyapti shu stenkalarni qarang, chiroyliligini qarang. Bu aybini aytib beraman, hurmatli obunachilar, aybi. Zavodchi shandarimda qanday bo'ladi, hurmatli obunachilar? Xo'p, buni bunaqa qilib berganmiz. Ana shunaqa joyni 3 ta 4 ta bor. Tushayotmaydi, netmaydi, ishlayveradi. Bunaqa ko'p stenkalar sotganmiz, shu vaqtda ishlab kelyapti. O'shanaqa aybi borligi uchun bu narsa 4,5 million, 5 million narsani sizlar uchun 2,6 million so'm beramiz. Bo'ldi, shu boshqa aybi yo'q. Bemalol zakaz qilavergan narxi juda ham arzon narxda. Xo'p, kreslo puflarimiz 100 ming so'mdan. Divan kresloyimiz Ispaniya bo'ladi. Materiallar mo'yishi materialda 2 kishilik Ispaniya bo'ladi. Ikkita kreslo divani bor, juda ham zo'r ishlangan. Mana Ispaniya holatini bitta ko'rsatib beraylik. Nima qilasizlar? Mana 2,4 million so'm, dastlabkilar vodiychi mutlaqo bepul. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, kuxunniyimiz razmeri 2 yuqori, bo'yi 2 metr bo'ladi. Materiallar MDFdan. Yangi kuxunniyimiz. Kirashini MDFdan mana. Polnisi davotchi shandarda. Ichlari mana. Narxi 2,5 million so'm, dastlabkisi shahar ichi bepul. Bemalol zakaz qilaveringlar. Akril variantimiz. Razmerlar 2 yuqori, bir xil razmer. Eshikda farqi bor. Bittasi akril, bittasi MDFdan mana. Materiallari o'sha davotchi shandarda, ichlari mana. Bu narxi 2,2 million so'm. Shahar ichida dastlabkamiz bu. Xo'p, hamma mebellarni tanishtirib o'tdik. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib o'ting. Yana ham manfaatli bo'ladi. Ko'p odam ko'radi. Xo'p, shunaqangi mebellar qidirgan tanishib qo'yish esdan chiqmasin. Like'ni bosib, kommentariy yozsangiz, kimga qanaqa mebel yoqdi, yana qanaqa mebellar kerak, o'shanga qarab kommentariyalar o'qib, biz bemalol zakaz qilsalaring, o'sha mebellar iloji boricha sizlar uchun topib beramiz. Nomerlarimiz, birinchi nomerimizda uzoq yaqinda ko'rayotgan akalarimiz bemalol aloqaga chiqasizlar. Telegram, WhatsApp, email bor, 97 lik nomerimizda. Hamma nomerlar ishlab turibdi. Xo'p, kimga qaysi mebel yoqqan bo'lsa, bitta telefon qilasizlar. Shopir borganda pulni berasiz. Oldindan to'lov, kartaga pul tushirib bering, bunday narsa yo'q. Bu mebellarimiz anchadan beri sotib kelyapmiz biz. Buni keyingi video ko'rsalar ko'p narsa sotilib ketgan bo'ladi yana. Yangilagan bo'lamiz. Sizlarga ilm qilyapmiz. Yoqqan mebel bemalol zakaz qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.